Bitta oila buzildi, nima uchun? Ulardagi bitta odat uchun. Agarda sizda ham bu odat bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan munosabatlarda muammo kelib chiqadi. Er-xotin turmush qurishadi. Turmushdan keyin esa birida shunaqa bir odat bo'ladi. Ya'ni aytadi, kamchiligini turmush o'rtog'i aytadigan bo'lsa va bu kamchiliklarni tuzatishni xohlamaydi. O'zini qarashi, o'zini bilimi, o'zini misol uchun stereotiplariga ishongan holatda yashashda davom etaveradi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tib bu oila buziladi. Natijada bolalar yetim qoladi. Va vaqt o'tishi bilan aynan shu o'jar, o'zini haq deb hisoblayotgan insonni qarashlari o'zgaradi. Qarashlari o'zgarganidan so'ng esa o'zini o'zgartiradi, o'zini tuzatadi, xarakterida va ko'plab o'zidagi sifatlarda o'zgarish qiladi. Natijada esa ularning oilasi yanada tiklanadi. Bu bilan nima xulosa qilish mumkin? Oilani ko'pincha buzilishga eng katta sabablardan biri shu bo'ladiki, ulardan biri har doim o'zini haq deb hisoblaydi. Ya'ni ularda boshda bir toji bor, o'zini aynan shu toji borligi uchun ham o'zini xuddi qaroldek yoki malikalardek his qiladi. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, yo ayol bo'lishi mumkin, yo erkak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham faqatgina o'zini o'ylab turib, o'zini haq deyish ham ma'lum bir munosabatlarda buzilishga olib keladi. Yuqorida sanab o'tgan sifatlarim sizga ham tanishmi? Bitta oila buzildi, nima uchun? Ulardagi bitta odat uchun. Agarda sizda ham bu odat bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan munosabatlarda muammo kelib chiqadi. Er-xotin turmush qurishadi. Turmushdan keyin esa birida shunaqa bir odat bo'ladi. Ya'ni aytadi, kamchiligini turmush o'rtog'i aytadigan bo'lsa va bu kamchiliklarni tuzatishni xohlamaydi. O'zini qarashi, o'zini bilimi, o'zini misol uchun stereotiplariga ishongan holatda yashashda davom etaveradi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tib bu oila buziladi. Natijada bolalar yetim qoladi. Va vaqt o'tishi bilan aynan shu o'jar, o'zini haq deb hisoblayotgan insonni qarashlari o'zgaradi. Qarashlari o'zgarganidan so'ng esa o'zini o'zgartiradi, o'zini tuzatadi, xarakterida va ko'plab o'zidagi sifatlarda o'zgarish qiladi. Natijada esa ularning oilasi yanada tiklanadi. Bu bilan nima xulosa qilish mumkin? Oilani ko'pincha buzilishga eng katta sabablardan biri shu bo'ladiki, ulardan biri har doim o'zini haq deb hisoblaydi. Ya'ni ularda boshda bir toji bor, o'zini aynan shu toji borligi uchun ham o'zini xuddi qaroldek yoki malikalardek his qiladi. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, yo ayol bo'lishi mumkin, yo erkak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham faqatgina o'zini o'ylab turib, o'zini haq deyish ham ma'lum bir munosabatlarda buzilishga olib keladi. Yuqorida sanab o'tgan sifatlarim sizga ham tanishmi?